Umirbek ismining ma'nosi. Ushbu Umirbek ismi kelib chiqishi turkcha va arabcha ism bo'lib, quyidagi ma'nolarga ega. Umr arabcha hayot, yashash muddati, bek turkiy so'z bo'lib, boshliq, zodagon, hurmatli kishi degan ma'noni anglatadi. Ismning ma'nosi umri uzoq va baxtli bo'lsin. Hurmatli va uzoq umr ko'radigan inson, barakali hayot egasi, ulug' va e'tiborli kishi. Ismning mazmuni sog'lom va uzoq umr ko'rsin, baxt, saodat, hurmat va obro', mustahkam hayot tilab qo'yiladi. Umirbek O'zbekistonda chiroyli ma'noga ega bo'lgan zamonaviy va milliy ruhdagi erkaklar ismlaridan biri hisoblanadi.